Ayollar ko'zlarining tagi qorayib qolsa, ko'zlarining tagida har xil xaltachalik paydo bo'lib qolsa, sirazi har xil kremli yoki patchili ishlatishga o'tishadi. Lekin aslida ko'zi tagidagi qorayishli, ko'karishli yoki mana shunaqa xaltachalik tushib qolishning hammasini o'ziga yarasha sabablari bor. Buni hozir sizga tushuntirib beraman. Qovoqlar osti rangiga qarab, biz tanamizdagi buzilishlar haqidagi signallarni bilib olsak bo'ladi. Binafsha rang dog' bu charchagan buyrak usti bezlari sindromidan dalolat bo'ladi. Odam uzoq vaqt stressda yursa, stress gormoni kortizol chiqaruvchi buyrak usti bezlari juda ham charchaydi va qovoq osti rangi mana shunaqa binafsha rangga kirib qolishi mumkin. Bundan keyingisi bu jigarda muammosi bor odamni qovoq ostida to'q jigarranglarni ko'rish, ya'ni terisi sarg'imtir bo'ladi, qovoq osti esa jigarrang bo'ladi. Bunda sizda jigaringizda muammolar borligidan dalolat bo'ladi. Binafsha ko'kimtir rang ammiak bilan bog'liq zaharlanish belgisi ham bo'lishi mumkin. Oqsil almashnuvi va juda ham jigar ammiakni chiqara olmayotganidan ham sizga dalolat berib turadi. Teridan, tanadan, CDdan ammiak hidi keladi va umuman olganda boshingiz aylanib, fikrlashingiz chalg'ib ketishi mumkin, fikrlaringizni jamla olmay qolishingiz mumkin. Ko'zi tagida qorayish yoki binafsha rang bo'lishini patchili kremlar bilan emas, aynan ichki organlarni davolash bilan o'z holiga qaytarishingiz, sog'lom teriga ega bo'lishingiz mumkin.